Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Atcho'choy kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bilaman, qanaqa radar detektor olishni bilmay yuribsiz. Arzon bo'lsin, yaxshi bo'lsin deyapsiz. Men sizga bugun arzonidan yaxshisidan topib qo'ydim. Ya'ni Sochi Pro 2L'ni. Xullas, qisqacha ta'rif beraman. Bunda 2L'ni mavjud. Radarlarni maksimal uzoqlikdan aniqlab beradi. O'zbekistoncha maxsus ishlab chiqarilgan. Endi nima men tez aytdim, asosiysi men sizlarga ko'proq radarni testini ko'rsatmoqchiman. Ya'ni ikkita radarga, birinchisi O'zbekiston bozorida yangi o'rnatilayotgan Holovitz radari va albatta Avtokon radarini test qilib ko'rsatmoqchiman. Nima uchun Avtokon? O'zi uch oyoqda topa olmadim. Uch oyoq radarga aynan Avtokon radari qo'yiladi. Shu Avtokon radari bilan Holovitz radariga o'zini qanday ko'rsatishini bir boshdan asliga ko'rsatib beraman. Ha, aytgancha, arzon degani doimo ham yomon degani emas. Teskarisiga yaxshi ham bo'lishi mumkin. Demak, videoni ko'ramiz. Siz esa kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Sal uzoqroq turing. Mana qaranglar, mana shunday odamlar piyodalar yo'lakchasini jarimaga sortishga majbur qiladigan narsa hisob. Masofani ko'ryapsizlar? Masofa ham vahshiy darajada. Xo'p, aziz do'stlar, oldimizda Holovitz radari mavjud. Hozir agar hozir Avtokon turganda, Avtokon uchib qolibdi shekilli, chunki men sinab ko'rdim, svet o'chganmi? Yo'q. Qaranglar, Holovitzni kilometrdan aniqlab tashladi. Hali baza bo'yicha ma'lumot berganicha yo'q. Chunki baza bo'yicha 600-700 metr turibdi tezlikka qarab. Endi 740 metr ko'rsatyapti. Masofani ko'ryapsizlarmi? Masofa ham vahshiy darajada, juda ham vahshiy darajada aniqlab berdi. Buni hozir orqa tomondan ham ko'ramiz. Videoni o'chirmayman. Natija shunchaki vahshiy tarzda aniqlab berdi. Orqadan radarga qaramasdan bosib kelyaptilar, harakat qiladilar. Bu yoqda radar bor. Haydagan qani radarga ham haydarkanmisiz? Odamlarga ham qiziqsan, radar turibdi, radarga qanaqa qilib haydaydi? Men baribir sekinlarlar, yani tonus bosadilar. Nimasi bu? Xullas, mana chap tarafimizda Holovitz radar turibdi mana. Nima uchun Holovitz radariga ko'rsatyapman aziz do'stlar? Sababi ushbu radar yangi va ko'payib borayotgan radarlardan biri hisoblanadi. Ushbu radar nima desam ekan? O'zbekistondagi eng qiziqarli radarlardan biri ham piyodalar yo'lakchasiga jarima tortadi, ham tezlikka. Bu yana qo'shimcha funksiyalar bu, adashmasam bu Holovitzning jiyani, ya'ni o'rtancha o'g'li hisoblanadi, radarlarning o'shani bir turi hisoblanadi. Shuning uchun ham balki bu xavfsizlik kamari, mobil telefonga ham jarimaga tortishi mumkin. Lekin bu narsa haqida endi halicha jarimalarni ko'rmadim, lekin buni akalari aytadi. Mana qaranglar. Orqadan deb ham ogohlantiryapti mana. Metrajlarga sanaydi 600 metr. 400 metr deydi hozir. Ha, 400 metrda. Buni o'zimiz signal bermayapti aytaymi? Sababi bu radar video fiksiyatsiya bo'yicha ishlaydigan radar. Mana 200 metr qoldi bizda. Mana tezlikni pasaytiramiz. Umuman olganda tezlikda oshmasdan harakatlanish kerak. Mana videoni uzmayman. Qimmatli vaqtingizni asrash uchun tezlashtiraman faqat. Xo'p, aziz do'stlar, o'sha Holovitz radariga hali ancha bor. Где-то kilometrga yaqin masofa mavjud. Ko'ramiz qanaqa deteksiya bo'lar ekan. Lekin hozirga ko'rinmayapti, radar detektori to'sib qo'ygan. Ammo lekin biroq oldimizda trafik, ya'ni mashinalar qatnovi ko'proq, ayniqsa yuk mashinalar sal uzoqroq turibdi. Bu signallarni, radarlarni signallarini yopadigan bir mavjudot hisoblanadi. Ularda ham ayb yo'q. Endi hayot o'zi shunaqa deydi-yu. Hali baza bo'yicha ma'lumot berilmadi. Hali bu yoqda probkaga shakllanmoqda. Ko'rinmayapti sizlarda, lekin tezligimiz pasaytirib, ya'ni 70 tezlikda harakatlanishni boshlaymiz. Hop. Hali baza bo'yicha ma'lumot 500 metr radargacha ko'ramiz, lekin oldimizda ikkita katta fura mavjud. Aynan shu radarni yopib qo'ygan signalini 300 metr, 350 to'g'rog'i mana
300 metr, qani. 300 metrdan aniqladi azizlar. 270-300 metrdan. Ha, ana. Sal uzoqroq turing. Mana qaranglar, mana shunday odamlar piyodalar yo'lakchasini jarimaga tortishga majbur qiladigan narsa hisoblanadi. Ushbu radarni piyodalar yo'lakchasiga jarima tortadi. U qiz o'sha piyodalar yo'lakchasiga chiqib o'tiribdi. Ya'ni agarda hozir jarima keladigan bo'lsa, hozir yo'l berdim, o'tmadi. Hurmatli piyodalar ham mana shu piyodalardan o'tayotgan joyda yoki radarlar oldida ehtiyotroq bo'lish kerak. Chunki bizani jarimaga tushib qolish ehtimolimiz bor. Oldimizda avtokon bor-u, men hozir boya kelayotgan paytda nimadir o'chib qolgan, svet o'chib qolgan, shunga ishlamayotgan edi. Hozir ko'ramiz, agar avtokon bo'ladigan bo'lsa ham juda ham ishlayotgan bo'lsa juda yaxshi bo'lardi, sababi uchoqqa ham qo'yadi-da avtokonni. Va aynan shu tufayli ushbu radarda deteksiyasi qanchalik ko'rsatib berishim kerak. Juda ham qiziq bo'ladi bu. Afsuski ishlayotgan xullas ishlayotgan bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Hali baza bo'yicha ma'lumot yo'q. Baza bo'yicha ma'lumot berilgani yo'q. Ko'ramiz. Menimcha ishlamayapti shekilli, chunki men shu joylardan aniqlash kerak edi. Svet o'chib qolgan shekilli, aynan bu qatorda. Garantiya menimcha katta ehtimol bilan. Chunki men sinab ko'rdim ham. Ishlab ketdi degan mana. 350-400 metr atrofida aniqlab berdi, qaranglar. Yana qaranglar, hamma radar chiroyli aniqlab beryapti. Eng muhim narsa shu. 350 metr atrofida aniqlab berdi. Mana sizlarga ham byudjetni, hamma radarni oladi. Mana chap tomonda turibdi, ko'rdingiz-a? Qancha masofada aniqlab beryapti, ko'rsatmasa. Bir o'chib qolgan ekanda radar, bir o'chib yondi shekilli. Hozir yana oldi tomondan bitta o'pishtirib ko'rishtiramiz radar bilan ikkalasini, urishtiramiz zo'g'rog'i. Qani kim g'alaba qozonar ekan? Ko'ramiz. Keyin aynan mana shu joyda juda ham qiziqarli razvorot qilishganda, o'zi razvorot degani svetoforda bo'lishi kerak, lekin razvorotni svetofordan keyin qilingan. Misol uchun mana o'rtaga qizil yongan paytda men bu yoqdan bir yo'l olsam yaxshi, mana hozir aynan shu joylardan. Yo'q. Men bu yoqqa kelishim kerak-da. U tomondan kelayotgan mashinalar potogida kutib burilishim kerak. Keyin aql o'rgatish emas, ayniqsa shunaqa katta trassalarda razvorotlarda o'rtada emas, ya'ni orqasini chiqarib qo'yib emas, aynan o'rtaga turib olsangiz, birovga yo'lga xalaqit qilmaysiz va avariya holatdan ham o'zingizni himoya qilgan bo'larsiz. Endi men bu aql o'rgatish emas, shunchaki o'zimning shaxsiy fikrlarim. Hop, burilib oldik. Hali radar qismi o'chiq turibdi, chunki tezligimiz 30 dan baland bo'lishi kerak, yana ishladi. Konditsioner pasaytiramiz, chunki ana avtokon, mana hali baza bo'yicha ogohlantirish chiqqani yo'q azizlar. Baza bo'yicha ma'lumot bo'lgani yo'q. Aynan avtokonni mana kakishda qilib olmoqda. Prям ajoyib. Oldidan ham, orqadan ham. Yana eslatib o'taman, bu avtokon uchoqqa ham qo'yiladi. Hali 500 metr. Demak, taxminan 8-9 metrdan oldida aniqladi. Mana 400 deb mana gapimga isbot ogohlantirdi. Tezlikni pasaytiring ham dedi. Nima kerak? Yana sizga nima kerak do'stlar? Boshqa nima kerak deydi-yu. Mana, o'ng tomonga tepada turibdi. Mana. Zo'r. Qadrdonlar, videoni ko'rdingiz. Natijalar ham super, juda ham uzoqlikdan aniqlab berdi. Agarda sizga ham ushbu radar detektordan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 97lik 485 0097, 98lik 722 33. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga ketmoqda. Siz esa kanalimiz rivojlanishiga obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga ketmoqda. Aytgancha, radardan, xatardan asrasin deya, Achchuchoy jamoasi bo'ldi.